Biz Brusselda, Yevropa parlamentidamiz. Bu yerda hozirgina nanoplastik, yashirin o'zaro aloqalar va yuzaga kelayotgan xatarlar deb nomlagan anjuman o'z yakuniga yetdi. Anjumanda ALLATRA Global tadqiqot markazining hurmatli vakillari bo'lgan ma'ruzachilardan tashqari, biz hurmatli professor Raguzaning ham nutqini tinglash sharafiga muyassar bo'ldik. Tashrifingiz uchun tashakkur, professor. Anjuman haqida fikrlaringiz qanday? Sizningcha ushbu anjumanning asosiy foydasi nimadan iborat? Rahmat, Irina. Fursatdan foydalanib, barcha tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bu ajoyib, juda qiziqarli va g'oyatda foydali kun bo'ldi. Eng muhimi, umuman ifloslanish, xususan plastik haqidagi bu kabi bilimlar siyosatchilar, jurnalistlar va madaniyat vakillari o'rtasida yoyilishi kerak. Bu mavzuning ta'bir joiz bo'lsa, olimlar xonasidagina qolib ketmasligi juda muhim. Shu sababli bu tashabbus Yevroparlament deputatlari, jurnalistlar va barcha hozir bo'lganlarning diqqatini jalb qilishga qaratilgani uchun yuksak bahoga loyiq. O'zaro muloqotning bu shakli juda foydali va qiziqarli va plastik bilan o'zaro ta'sirdan ancha afzalroq. Albatta. Sizningcha bunday anjuman yakunlangach, keyingi qadam qanday bo'lishi kerak? Ko'plab qiziqarli ishlar qilish mumkin. Bu sohadagi bilimlarni tarqatishda davom etish lozim. Chunki odamlar yetarlicha ma'lumotga ega emas. Negaki mikroplastik va nanoplastik ko'zga ko'rinmaydi. Shu sababli odamlar ularni o'z ko'zlari bilan ko'ra olmaydi. Biroq inson salomatligi uchun oqibatlarini ko'rish mumkin. Shu bois nazarimda, keyingi qadamlar shunda uchrashuvlarni o'tkazishda davom etish va ularga siyosatchilarni taklif qilib, ushbu muammo haqidagi xabardorligini oshirishdan iborat bo'lishi mumkin. Chunki aynan siyosatchilar bizga bu kabi muammolarni hal etishga va odamlarning xabardorligini yuksaltirishga yordam bera oladi. Zero odamlarning shu masalalarni ko'taradigan siyosatchilarni saylashi juda muhim. Albatta, rahmat. Muhtaram doktor Knotek aytganidek, yuqoridagilarni siljitish uchun quyi qatlamni rag'batlantirish lozim. Sizningcha, bizning deylik ko'ngillilar jamoasi, anjuman ishtirokchilari, bugun ishtirok etgan ma'ruzachilar sifatidagi qadamlarimiz qanday bo'lishi kerak? Axir siz aynan shu ishni qilyapsiz-ku va buni a'lo darajada bajaryapsiz. Chunki siz bu sohada madaniyat tarqayotgan sanoqli xalqaro tashkilotlardan birisiz va bu juda muhim. Qolaversa, buni oddiy so'zlar bilan ifodalaysiz. Chunki biz ilm-fan odamlari ba'zan biroz murakkab, hatto gohida tushunarsizroq tildan foydalanamiz. Shunday emasmi? Siz esa olim bo'lmagan kishilar bilan suhbatlashishga intilasiz va shu orqali dunyomizni yaxshilash yo'lida ezgu g'oyani targ'ib qilyapsiz. Zero bizning burchimiz, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz va shu bois sizga minnatdorman. Bu dunyoni biz qabul qilib olganimizdan ko'ra yaxshiroq holatda deya olmayman-u, lekin hech bo'lmaganda qanday qabul qilgan bo'lsak, o'sha holatda farzandlarimizga va nabiralarimizga qoldirishdan iborat. Albatta, buni uddalaymiz degan umiddamiz. Hamkasblaringizga, shuningdek ehtimol yangi avlodlarga qanday kelajak qoldirayotganimizdan xavotirda bo'lgan barcha befarq bo'lmagan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Men tushkunlikka tushadigan odam emasman. Nazarimda, biz bu materialni, plastikni yaratish uchun o'z aqlimizni ishga solganmiz. Uning o'zi ajoyib material bo'lib, bizga g'aroyib, go'zal narsalar yasash imkonini beradi. Biz undan noto'g'ri foydalanyapmiz. Undan masalan ajoyib yurak protezlarini yasashda foydalanish to'g'ri. Lekin suv idishlari ishlab chiqarishda foydalanish noto'g'ri. Bu ahmoqlik. Chunki biz plastik idishdan 10 daqiqa foydalanamizda, keyin uni atrof muhitga tashlab yuboramiz. Shu sababli odamlarga plastik yovuz kuch emas, aksincha foydali narsa ekanligini, ammo muammo uni qanday ishlatishimizda ekanligini tushuntirishda davom etish kerak deb o'ylayman. Mana shunday uchrashuvlar orqali odamlarning tafakkurini o'zgartirishga harakat qilish mumkinki, natijada plastik suv idishlari, stakanchalar, trubkalar kabi arzimas narsalar uchun emas, faqat haqiqatan ham zarur buyumlar uchun ishlatiladigan bo'ladi.
Albatta, katta rahmat. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Sizni keyingi anjumanlarda ham ko'rishga umidvormiz. Men ham doim siz bilan birga bo'lishga umid qilaman.